moçenlep vay buluşlu yürsen ölçerlep el adı değil barat moçenlep yaşaşlıyım Tapkınım netecep ayaşlıyım Men sırdışıyım Mına kıyaşlıyım Men aslida levz için baram Vay buluşlu yürsen ölçerlep El adı di barat moçenlep Vay buluşlu yürsen ölçerlep El adı di barat moçenlep Gel. Yaxshimisiz? Sana yaxshiman. Kiran. Ha, yaxshimisiz aka? Kiran eshik. Chaynab. Qanaqa o'tir. Kira. Ben mevcut. Bol. Rahmat aka. Ansam apans tugab ketibdi-kan. Shuni bir xabaringdan bir hol so'rab chiqay deb kirishim. Rahmat aka. Doktorxonamga yo'qlab borgandingiz, avar bo'libsiz. Ay, hech qisi yo'q aka. Rasukam. Bir MP-san deb bir narsa bor. Mening bolalarim uyda o'ynab yuradi. Bir vaqtda tuyuqsizli sizning opangizning ovozi chiqib qarang. Opamning ovozi? Ha, shuni o'ylamda anlasam intayin suzuk chiqibdi. Shunda gap qilayotgan menga. Ko'zimga yosh kelib ketdi. Shuning bilan sizni bir anglab boqamken deb ekirdim. Anglab boqay. Anglab boqamsiz? Anglab boqay, e'lon qilay. Mana qarang. Qo'yib boqay. Qo'y. Men mi yaxshib qoldim balam. Ballarni ondan qarayotdi. Hey. Qeyribdi, yosh vaqtimizga o'xshamaydi ekanmiz. Salomatlik. Muhimken ballar. Yosh vaqtida diqqat qilsak bo'lar ekan. Qarang. Uy, Baratga buni o'chirib yotdingiz, oyog'ini anglab boqayli. Qarang ukam. Mo'a bir muag'on birdan biz maytugab ketgan qarang buningki. Yili baka uchab qolsa chataq chiqadi buningdan. Ya bo'lmasa, mana elibsa saqlab qo'ygan bo'lsa, olib qo'yay. Baka nech pul berma? Buningga pul elib yursak, chat turib ukam. Voy, olmasa qolmaydi bu sizning narsangiz tursa, nech pul berma. Anda bo'lsa, o'zingiz bilib bir ish qiling. Voy, aka bu sizning bo'lgan ekan sizdan, da? Anda olsa buningga bir 500 koy bering. Bo'pti. Aka bu 500 koy deysiz bu azali narsa bu. Voy ukam, ikilon.
Mavago eng yaxshisi. Qimmat mavo. Bir much pulliq narsa deymi? Eng qimmati mavo. Ya bo'lmasa buni ishlatmasangiz, abballarim naqsh qashlab o'ynaversin. Ya aka men alayman. Men alay. Opamning ovozi bor emas buningda. Shu. Xotin, o'ydik puldan 500 ga chiqma. Ha, mana. Bu ağabey yaxshi xotirdan ha bu. Buni saqlab qo'ysak bo'ldigan narsa deyman. Shundami? Men 500 ga eling aka. Oy, ukam. Shu pulni ep qo'ydim, satdi-da. Voy, ya aka satdimdi. Ya bo'lmasa, ma pulni olsam yana boshqacha o'yinib qolmang ukam yana meni juma. Agar unda olib qolsam ma pulni. Voy, ya. Eling aka. Elim yaxshi akapsiz, men opamning ovozi bor emasmi? Men opamning ovozini anglab turadigan bo'ldim. Rahmat juma aka sizga. Rahmat. Hech yo'q. Ukam. Mening yana azroq ishim bor edi. Men chiqash turay. Tamoq pishaydi. Men tamoq turamayman. Ma'qul. Qo'sh. Bir ishlab olsam bir ko'rishamiz. Tamoq yeb ma'qul. Ya, bo'ldi. Ma'qul ekan. Rahmat. Men mayada birsini yo'qlab kelgan. O eshikdan qarasam, sizlar yotilar. Shuning bilan bir yo'qlab chiqdi deb kirib qoldim. Rahmat. Qanday ahvollari? Obdan turayotganlar? Yaxshi. Mening keslim yo'q. Vallahi voy opa, necha yil bo'pti seni tekshirib boqmag'ili. Bu yil endi bir boshdan oyoq butun bir tekshirish qildilar deb mushadi majburiy yotqizdi desizlar. Yaxshi bo'pti. Bu yosh mushak kelganda bor-ku. Pat doktorxonaga kirib, boshdan oxirigacha bir tekshirish qilmasam bo'lmaydi. Shu. U to'g'ri hamda. Lekin kirganingizda tekshiryotdi. Voy tuganda desam, voy yoq yana bir nechta turibdi voyjon. Bir tugisi istiqrak chiqib ketsam deb o'ylayman. Bu ishni oldirmayli. Doktorxonaga kirgandan aldirmay. Doktor nimdi shuni qilib, boshdan oxiri hammani bir tekshirdi deb. Nerede kisel var, nerede yok. Hem de bilip alsak yaxşı emasmi? Unutgan xotirjam uyda o'tirgan gap. O şu bolam, o şu. O ballı yo'q-ku. Hoy, ballı yo'q ulamdigan. Meşadetde kech gündüz billa. Voy balam bo'ldi ketingizsam unamaydi. Bu ballarim bek kuyimchan. Abiyatingiz idorasidan telefon kelib qoldi. Shuna voy apa, men idoraga berib kelay deb ketib qoldi. To'g'ri xizmat qildi ekan-da. Albatta xizmat qildi. Kadr ekan-da. Yaxshi. Endi kadr degan bo'lmaydi. Bo'pti, hozir shu ballning xizmatini aldirash. Voy, uni bir deymizlar. Xizmat besimi ig'ir. Mush xizmat qilmoqmi? Ayta shu. Teklif ketdi. Vallahi besim bekchiq. Xizmatni qilmasak deb bo'lmaydi deysizlarmi? Shu kemmigin desam texunmaydi. Men bir ig'ir kasal bo'lmagandikan, men bir tekshirish kirgankin. Mishagili kevag'am o bichara boldirim moyja. Shu o'zining opsi bo'lgandan keyin kemiz ko'ngli unmaydi, uyda o'tag'ini unmaydi. Shu kagini yaxshi. Abi doktor bir pat yaqinda chiqdisiz dedim-ku ya. Voy shu men chiqib ketishga oldirayman. Bular yana bir necha turva tekshirdigan, oldirmang deydi. Shu tekshirish tugisi chiqdaman endi bir necha kundan keyin. Bo'pti. Kiring. Safar. Ma'qul. Qanday ahvol? Yaxshimi? Uy ichi balla. Yaxshida? Yaxshi. Shu bir anlı o'limlik bo'lib qoldi de bir yo'qlab chiqay deb kirishim. Shu vaqtda opamni doktorxonaga yo'qlab kelibsiz-ku aka. Sizga qanday rahmat etishimni uqolmadim aka. Voy, ukam, u rahmat etish ketmaydi. Bu o'zimizning ish bo'lsa. Aras. Sizga munosabatli bir narsa bor-da, shuni topshirib beray deb kirishim. Nima?
Apanızın avazı yeringan MP'sen. Siz asli opamiz deb kelibsiz de. Opa? Opa! Oh, Seni bir mehmon izlab kelibdi. kim geldi? Apa? Oy, kim o balam? Ah, oy. Yaxshimisiz? Qanday ahvol? O'tir. Apanız ne hayat mı de? Oy, bu qanday odam bu? Sap-sap turgan odamga chiqmaydi, chiqma. Qanday odam bu? Sen sap-sap tursan seni o'ldimi dedi. Bu anda olsa dop kiyapsız o. O'tganda tag'am tugab ketgan, shundan keyin olgan do'ppa bu. Qanday odam bu? Chiqa. Keçirin, xapamam ben. Chiqma, qanday odam bu, chiqma. Balam bir qusmas qo'yganda nimanda xafalaysan? Nimani emasmi men? Siz mi xapamam? Hadi yo'q. Chiqa. Bo'ldi, ey, nimani zaxka qo'yib qo'yanda. Ha, bo'ldi. Ko'rishgandila paranchaylar. Ha? Ma'qul. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Obdan turdingizmi? Yaxshi turatamsiz? Yaxshi. Sizni tanimdimmi? Shundaq. Siz meni tanimaysiz. Men bag'u dadingiz bilan intan yaxshi o'tgan. Ha, shundami? Ha, dadingiz bag'u intan islo demdi. Burga kelib qolsak o'g'u, gapimiz tugmayli qoladi. Dadamni qanday taniysiz? Mal to'g'ri so'zlab qolsam, gap bek uzarib ketadi. Shunga ikki emas, bir xali bir joy berib, aldirmay bir paranchaylar. Yurma. Killa. Kila. Mana gap qarang. Mushu dadingiz hayot vaqtida doktorxonaga bir necha qatim yo'qlab borgan. Shu chaqda vaqo dadingiz menga intayin parasatlik, hikmatli gaplarni deb berganda, shu chaqda zeriksamda anglaymi deb dadingizning ovozini ungilib olgandim. Ungilvaga? Ha. Agar xalab qolsangiz, sizga setpaysam bo'ldi. Qarang, bu shu zerikkandimi da anglasangiz, dadingizni ko'rgandekli bo'lib qolsiz deyman. Qani qo'yib boqing. Qo'yib boqaymi? Ha. Bo'ldi. Mana mushuningda. Örümceğe çıkan vaktim hazırlıkadaki isimde turuptu. Tirişiptok, uyu tutuptok, balık tutuptok. Hem adın şu salamellik uyum iken. Rast adamning ovozi ekan. Voy, rost. Necha pul sotasiz? Buni endi mush dadingizni ikkimizniki mush yaqinlik yuz xotirasidan azallam 500 ko'yga beraylik. 500 ko'y? Ha. O'ydigo, dadamning surati yomon chiqdi. Ikkilan qo'lingizda. Dadamning ovozini anglash uchun 300 ko'y beramsiz? Voy. Sal kim bilab qilamiki? 300 ko'y bersangiz olay, bo'lmasa men may. Voy. O'tirib turing. Bo'pti. Mushu sizning jamoatingizga qilgan yaxshiligim bo'lib qolsin, bersam, beray. Ha, ikkilan. Voy. Ha, ikkilan. To'g'ri. Ha, to'g'ri ket. Bu aşkına bak. Kızık. Xo'ta. Mancha 300 ko'y setib oldim. Qanday naqshlar bor ekan bunda? Ey, buningda naqsh yo'q, dadamning ovozi bor ekan. Dadamning ovozi? Ha. Qo'yib beqam paqli. Angla, ha? Balık tutuptok. Hem adın şu salamellik uyum iken. Voy
Bu dedem ovoz atqandingiz, bu ish deshakdan ovoz chiqib yuradi buningda. Ağzını düşme. Koyuda